ko'pchilik sog'lomlik ko'rsatkichiga ega emas ekan va borildi, qon topshirildi va juda ham yomon holatda qaytildi. Birinchidan inson o'zi haqidagi shu nosog'lomlik tashxisini olganda insonning kayfiyati birdaniga keskin tushib ketar ekanda. Bu yerdagi donorlarni ko'ngil xotirjamligida gapirayotganida ham bir jon bordi, chunki sog'lom odam inson hayotga bir chiroyli ko'z bilan qaray oladi. Qon preparatini dori-darmon bilan solishtirib bo'lmaydigan ne'mat sifatida qaraladi. Bu fikrga munosabatingiz qanday? Ularning fikriga qo'shilaman. Ya'ni qonlar yetishmayapti deyapmizda. Opamiz aytdi, reklama qilish kerak dedi. To'g'ri, reklama kamda biz, ya'ni biz maktabimizda bir ustozimiz aytgan, biznesda eng asosiy narsa reklama deganda. Chunki men 6 yildan beri Chirchiq davlat pedagogik universitetida ishlayotgan bo'lsam, har yili qon topshirish aksiyasi o'tkaziladi, ya'ni rahbariyatdan tortib o'qituvchi, texnik xodim, talabalar o'rtasida ham. Unda majburiy emas, ko'ngilli kelib qon topshiradi. Va shu o'rinda bu akalarimizga, ya'ni donorlik ko'krak nishoni deyapmiz-ku, faxriylarimizga qarab faxrlanib ketyapman-da. Nimaga? Bu insonlar o'sha kasallarning najotkor farishtasi, qahramonlarda va bugundan boshlab shu narsani o'zimga amal qildim. Shu oydan boshlab men ham shuning uchun harakat qilaman. Qon topshirib, har 2 oyda shu narsani amalga oshiraman. Chunki buyuk tib qonlar asoschisi Ibn Sino asarlarida shunaqa bor, qon almashinuv inson salomatligi uchun juda katta foydasi bor. Ya'ni donorlik qon topshirish paytida 13 turdan ortiq kasallik aniqlasa bo'lar ekan. Rahmat. Qadrli yurtdoshlarimiz, siz bilan xayrlashamiz. Yana muhim mavzularda minbarda uchrashguncha omon bo'ling.